Negadir har doim go'sting labki shirinligi pishayotganda yorilib ketadi deydiganlar uchun eng ishonchli retsept. Ishni домашний smetana tayyorlab olishdan boshlaymiz. Qatiq, qaymoq, tuxum sarig'i, razrıhlitilni solib aralashtiramiz. Ikkinchi idishga elangan unni solamiz va ona margarinini xona haroratida birozgina yumshatib olib un ustiga solamiz va urpoqlashni boshlaymiz. Bu orada qatiqli massamiz birozgina ko'tarilib olgan unli massa ustiga solamiz va xamir qoramiz. Xamirni esa ortiqcha tindirishga hojat yo'q. Tuxum oqini ko'pirtirib oz-ozdan shakar solib bezga tayyorlab olamiz. Xamirimizdan yong'oqdek zolalarni yasab yoyib olamiz. Men bitta xamirdan 3 xil ko'rinishdagi shirinlikni tayyorladim. Shirinliklarimni tugilishiga ahamiyat bering. Har bir shirinlikni tugilishini alohida ko'rsatishga harakat qildim. To'liq retseptni esa video tagida yozib qoldiraman. Bundan ham zo'r retseptlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, profilimga obuna bo'lishni unutmanglar. Shirinlikni duxovkaga yuborishdan oldin duxovka 180 gradusda qizib turgan bo'lishi shart. Tayyor bo'lib pishib chiqqan shirinliklarimizni xohishga ko'ra bezatib olamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang.